Ba'zan inson hayotida birgina tun butun bir umrga teng bo'ladi. Qorong'ulik va izg'irin qoplagan dala, dushman qurshovi hamda so'nggi umid. Xo'sh, inson burch va hayot o'rtasidagi so'nggi chegarada nimani tanlaydi? Ikkinchi jahon urushi adabiyotining zabardast namoyandasi Vasil Bekovning Tonggacha yashasa romani shunchaki urush haqidagi asar emas. Bu inson ruhiyatining eng fojiali va shu bilan birga eng yuksak cho'qqisini ko'rsatib beruvchi teran psixologik dramadir. Asar markazida dushman ortida og'ir yaralanib, qorda yolg'iz qolgan yosh leytenant Igor Ivanovskiy turadi. U xavfli topshiriqni bajarish chog'ida safdoshlaridan ajralib qoladi. Atrof sovuq, izg'irin va dushman askarlari. Har bir soniya hayot va o'lim o'rtasidagi kurash. Uning yagona maqsadi kuch-quvvati tugagunicha, tong otguncha yashash va jangovar burchini oxirigacha bajarish. Asar dabdabali g'alabalar yoki soxta qahramonliklar yo'q. Unda sovuq qorda yolg'iz qolgan insonning ichki kechinmalari, qo'rquv va matonat o'rtasidagi jang, o'z prinsiplariga sodiqligi bor. Birgina askarning jasorati butun urush taqdirini hal qilmasligi mumkin, ammo u o'z insoniyligi va qadr-qimmatini saqlab qola oladimi? Tonggacha yashasa bu kitobxonni chuqur sukunatga ko'mdiradigan, matonat va fidoyilikning haqiqiy bahosini anglatadigan shiddatli asardir. U sizga har bir daqiqaning, har bir nafasning qanchalar aziz ekanini his qildiradi. Zulmat qanchalik quyuq bo'lmasin, tong baribir otadi. Muhimi shu tongni munosib kutib olish. Vasil Bekovning Tonggacha yashasa romanini mutolaa qiling va inson matonatining chegarasiz qudratiga guvoh bo'ling.